Sergeli Toshkent mashina bozoridamiz. Hurmatli kanalim kuzatuvchilari, hafta kuniga yakshanba 19-aprel sanasi bilan videolar boshlaymiz. Spark, Matiz, Nexia, Nexia'larga o'tmadik. Nexia 3larga yetib keldik. Bundan oldin lastik jentralarni bir qism qilib taxlab qo'ydik. Hafta mobaynida qo'yib boramiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, birin-ketin chiqib boradi. Mana bitta, ikkita, xullas Nexia 3lar terilgan. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Egalarini topib, narx-navolar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Mana shu Nexia 3 dan so'rangizda, keyin o'tib ketaveramiz. Hormay aka, assalomu alaykum. Yili ekan buni? 2017. Yili 2017. Nexia 3 dastlab ko'rishlaring mumkin. Bu propan benzinmi? Ana metanmi? Nechtalik? 65 talik propan. Avtomatmi? Avtomat ekan. BGV. Shumka bo'lgan? Ha, mashina shumka bo'lgan ekan. Tonirovka ruxsatlari bor. Ruxsatlari bor ekan tonirovkaga. Mana orqadan ko'rinishlari. Kraska qanday ekan? Kraska yo'q, Etnoz ham. Toza, yaxshi. Narxi 8100. Narx 8100 kam bor. Telefoningiz mana bumi? 90lik 017 06 06 aloqaga chiqaverasizlar. Dogovor qilib kelishgandan keyin gem beramizmi yo'qmi? Olsat qo'ygani yaxshi, nomer auksioni yechiladi, nagrasot qiladi. Nagrasot qiladi. Demak, oxirmela qo'ygani ma'qul. Nomer auksion ekan, 3 ekanda nomeri. Bu o'zingiznikida. Boshqa mashina taqasizda. Ha, akamiz nomer auksion. O'shaning uchun olsot qilgani yaxshi deyapti. 8000 qancha? 8100 ga kami bor-da, endi taqalgani emas-ku. Sunnatiga Xudo xolisa o'tamiz. 100-200 ustida savdosi bor. Ko'rishlaring mumkin. Toshkent shahar mashinasi. Toshkent shahar mashinasi. Rahmat aka, sog' bo'ling, bozoringiz. Keyingi Nexia 3 ga o'tamiz. Buni yil necha ekan? 2022-yil. 2022-yil. Probig. 18000 kilometr yurgan. 18000 yurgan. Bu ham avtomatmi? Avtomat aka. Avtomatidan ekan. 18000 kilometr dedingizmi? Ha, 18000. 18 kam ekanda. Probiglari kam probig. Holati zo'r ekan. Holati endi. Orqasini ham ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Ko'rishlaring mumkin. Mashinani. Bagaj holatlari. Ana o'ynatilmagan metan. Metan yo'q, benzinda. Metan qo'yilmagan. Kraska qanday? Kraskasi bitta oldin kiriladi, pitno bor. Bitta oldi kiriladi, pitno bor. Bir qarish pitnosi bor. Bir qarish pitnosi bor. Qolgan joylari top-toza, yaxshi. Narxi 10200 so'raymiz, sunnatiga o'tamiz. 1200 so'ramiz. Bozor necha pul qildi so'radim? Bozor soatdan o'zi 8ga qilishyapti. 9-8 ga bermay turibmiz. Ha, shunaqa. 1-2 so'm qo'shsa bitib qoladi, xudo xolisa. Qolsa bitadi. Oz qolibdi. Telefon nomeringiz? 95lik 95lik 750 750 68 68. 68. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Keyin bo'ladimi? Gaplashamiz, qarab gaplashamiz. Qarab gaplashamiz. Nomer auksion emasmi sizlar? Auksion nomer emasa? Auksion nomer o'zimiz sotib olganmiz buni. Sotib olgansiz? Sotib olib. Auksion o'ynalib sotib olingan nomer. Ha, bu ham auksion nomer ekan 040. Bozoringizda Ulxon tog'i. Ilhom tog'. Oddiy Ulxon tog'i deb yozasiz, YouTube'ga kirib obuna bo'lib qo'yaverasiz. Bu kimdan ekan? Bu sizdan emas, ha? Bu akamdan. Bemalol. Buni ham ma'lumotini bera olasizmi? 19 190 ming. 190 ming yurgan. Ha, bu kerak emas ekan. Yaxshi. Bu-chi? Bu ham shu odamlarniki. Yo'q, kerak emas. 22. O 19 ga 20 bor ekan. 20 bor ekan bu yoqda. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Abduvohid. Voy, bu. Qara akamdagi. Abduvohid, yaxshimisan aka? Kelgan bilan qoldi. Olaykum. Yaxshimisan? Yaxshi charchaysiz. Zo'r. Bu yili 20 ekan. Kraska qanday? 60 ming yurgan ekan. Kraskasi aka. Narxi
Mokri. Avtomatmi? Buni narxi 8. Shot Spark'ga bir qo'l mashina. Ishlari mumkin. Dokumentlar muammo yo'q. Kimga qiziq bo'lsa mana Mokri rangda Nexia 3. Dokumentlarda muammo yo'q. Shumka bo'lmagan? Yo'q. Bejigar bor, 4 yaxshi bana bor. Bejigar 4 ta yaxshi bola taqilgan. Xo'p, 60 ming yurgan, 98 lik 306, 0307, 98 lik 307, 22 33. Yana bormi? Bular ham sizlardan? Buni yili necha ekan? Buni yili 2000. Bu Nissan ekan, Nissan Tildam. Tildam? Bilaganmi? Bilaman. Nissan Tilda. Xo'p. Bu inomarkada, to'g'rimi? Inomarka. 6 motor 2008-yil 230 ming yurgan. 2008-yil 230 ming yurgan. Narxi qanday bu? 6 ming. Narxi 6 ming. Kechirasiz aka, shu o'tib ketsam bo'ladi. Arzon qo'raylik. Xo'p, ko'rishlari mumkin. Xo'p, Nissan Tilda. 6 mingga. Zo'r. Germansk. Da chiqib qoldi Nissan Tilda mana. Nissan Tilda C degan. 6 ming dollar kam bor. Yo bor, ha. Telefon nomeri shu bo'laveradimi bunga? Ha, shu nomer bo'ladi. Bo'laveradi. Yaxshi. 98 lik 306 03 07. Nima deysiz? Reklama qo'ying, Buni qo'ydim hozir. Nissan Tilda. Bu pulda beramiz ani 16, 17 lan. Spark puliga ekanda 6 ming deyishdimi? Shunaqa? Yaxshi. Germanskiy zo'r mashina. Bilgan biladi buni. Yaxshi texnika, Germaniyaniki. Xo'p, zapchasini bilmayman lekin. Zapchasi qanday? Muammo emas, ha? 7 ta 8 ta benzin. 7 ta 8 ta benzin. Benzinda. 100 ga 7-8. Zo'r-da. Zo'r mashina. Bu-chi, Nexia 3. Bu ham sizlardan? Aka, buni yili necha ayta olasiz? 17. Probeglarni yozgandirsiz, yozmadingizmi? 77 mingmi halol? 77 ming. Yoz. Kraska toza debsiz, ha? Benzindan. Benzinda Nexia 3. Bu ko'rishlaring mumkin. Mana salonlari, avtomat korobka. O'ta go'zal deydi. O'ta go'zal degan joydan ko'rishlaring mumkin. Ayollarimiz, opalarimiz uchun juda yaxshi variant. Xo'p, narxi 8600 kami bor. Sunnatiga o'tib beramiz. Telefoningiz tinchlik 97 lik 318 88 99 aloqaga chiqaverasizlar kimga qiziq bo'lsa, shu Nexia 3 ko'rishingiz mumkin. Nexia 3 aka rahmat, oldiga o'tamiz. Qani, oldida bitta. Narxi necha pul ekan Nexia 3 mi bu? 20 ekan a yili. Metan gaz avtomatmi? 22 avtomat. Nexia 3 tolk avtomat bo'lyapti shu video obzorimiz. Mana shu joyini yaxshilab skrinshot qilib olinglar. Kommentariyada yozgan ekansizlar, skrinshot qila olmayapmiz. 165 ming kilometr masofani bosib o'tgan hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin mana avtomat korobka mashinamiz. Kraskalari qanday buni? Shu joyda. Birinchi qo'lda bu yoqda kraska bo'lgan. Birinchi qo'lda, bu kishi ikkinchi qo'l ekan. 10 kilo almashgan. Bo'lishi 7 ming. Bo'lishi 7 ming, 10 kilolar almash. Qadavliga qo'yilgan turibdi. Bo'lishi 7 ming. Bo'lishi 7 ming. 90 lik 315 36 34 50 lik 721 11 12. Shu nomer sizniki, ha? Ikki nomer ham ishlaydi. Bo'chi qori ham sizdan? Qorani egasi kim bo'lsa, topam. Qo'yamiz. Yo'q. Qorani egasi yo'q. Aka sizmi buni egasi? Men. Narxi necha pul ekan buni? 22 Nexia 3. Avtomatmi aka? Kraska qanday? 2 ta kriloda. Ha, bitta kriloda kraska bor. Narxi 10,5 ming, 38 ming yurgan. 97 599 77 70 mi? 70 nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Mana shu Nexia 3 uchun. Kimga qiziq bo'lsa, mana. Nexia 3. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Orqadan umumiy ko'rinishlari mashinacha. Biz davom etamiz.
bozorda odam yo'q. Mashina olib video qilamiz desa, mashina yo'q.